Taniqli xonanda Yorqinxo'ja Umarov og'ir ahvolda nima bo'lganini ko'ring. Hozirgi videorolikimiz aynan shu haqda. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Kanalimizni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xonanda Yorqinxo'ja Umarov sog'lig'idagi muammolar sabab Turkiyaning Istanbul shahrida davolanayotgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda aks etgan. Videolarga ko'ra, san'atkor Turkiyadagi shifoxonalardan birida shifokorlar nazorati ostida muolaja olmoqda. Shuningdek, uning yaqinlari va do'stlari xonandani yo'qlab, hol-ahvol so'rab turgani aks etgan lavhalar ham keng muhokama qilinmoqda. Muxlislar esa ijtimoiy tarmoqlarda Yorqinxo'ja Umarovga tezroq sog'ayib ketishini tilab, samimiy tilaklar bildirmoqda. San'atkorning yaqinlari ham uning sog'lig'i barqarorlashishini umid qilayotganini ta'kidlashmoqda. Ayni paytda xonandaning davolanish jarayoni davom etmoqda. Uning tez orada sahnaga qaytishi muxlislar tomonidan katta umid bilan kutilmoqda. Sevinch Ismoil va muxlislarni qiziqtirgan savollarga javob berdi. Xonandadan to'yingiz qachon deya so'raldi. Sevinch Ismoil va bu savolga hazil aralash samimiy javob qaytardi. Voy, hali yoshman-ku. To'g'risi bu haqida hech ham o'ylab ko'rmadim. Takliflar ko'p bo'lgan, ammo hali oila qurishga tayyor emasman deb o'ylayman. Men uchun hozir karyera, ijod va yana ijod muhim, dedi u. Shundan so'ng xonandaga bo'lajak turmush o'rtog'ingiz qanday inson bo'lishi kerak deya yana savol berildi. Xonanda bu savolga ham samimiy javob qaytardi. Shu oddiy inson, biz hammamiz oddiy insonmiz. Eng asosiysi qalb tozaligi, Allohga bo'lgan iymoni va e'tiqodi, dedi Sevinch. Suhbat davomida undan oila qurganingizdan keyin ham ijodni davom ettirasizmi deb ham so'raldi. Xonanda esa bu savolga shunday javob berdi. Ha, albatta, biz ijodkormiz, biz ijod qilish uchun yaratilganmiz deya fikrini yakunladi. Shou biznes olamidagi eng so'nggi yangiliklar bizning kanalda. Bizni kuzatishda davom eting, biz sizga eng so'nggilarini taqdim etishda davom etamiz.